Assalomu alaykum hurmatli muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miramonovich. Assalomu alaykum hurmatli prezident administratsiyasi Saida Shavkatovna. Men mana bugun har gal tanqidiy murojaatlar qilardik. Bugun men viloyat prokurorining qabuliga kirdim. Viloyat prokuroridan meni viloyat prokurorining birinchi muavini Pulatov Ali Akbar Rahimovich qabul qildilar. Juda iliq qabul qildilar. U kishi bilan birgalikda ularning barcha xodimlari meni iliq qabul qilib, murojaatlarimni tinglab, eshitib, tegishlilik bo'yicha Buxoro shahar prokuraturasiga yubordilar. Men o'z o'rnida Ali Akbar Rahimovichga o'z minnatdorchiligimni izhor qilib qolmoqchiman. Iliq qabullari uchun. U kishini mening vaziyatimni tushunib, muammolarim bir necha yillardan buyon o'z yechimini topolmay turgani uchun u kishi meni 2026-yil sentyabrning 4-sanasida butun shu o'sha ichki ishlar, tezkor qidiruv bo'limi, shunga o'xshash kadastr tashkilotlari bilan birgalikda bir joyda hammasini yig'ib, muammolarni yechimini yechishni taklif qildilar. Men juda xursand bo'ldim bundan. Sababi umid qilamanki 2026-yil 4-sentyabrda mening bu yillar davomida yechilmay kelayotgan murojaatlarim yechimini topadi degan umiddaman. Shu bilan bir qatorda butun viloyat prokuraturasi xodimlariga o'z minnatdorchiligimni izhor qilib qolgan holda shu rahbariyatdan boshlab to xodimlargacha, xodimlardan boshlab to ichki ishlar o'sha gvardiya xodimlarigacha juda iliq qabul qilganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni izhor qilib qolaman.